Nevaralaringiz bor-ku, mana. O'g'illaringiz bor-ku. Hammaga farzandi shirin. Maqol qilib aytadi, qora qo'ng'iz ham farzandiga oppog'im degan ekan. Nevaralarimiz, farzandlarimiz bizga shirin. Qo'llariga, oyoqlariga ko'zmunchoq taqamiz. Shundaqami? Plasmassadan bo'lgan narsacha begona ko'zlarini qaytararmish. Va yana uni ko'zi oq. Agar ko'zi qorayaversa, shuncha ko'zni qaytargan bo'larmish. U plasmassa bo'lsa, vaqt o'tib oq joyi qoraymasdan nima qoraysin, birodar? O'zi vaqt o'tib u qorayadi-da. Plasmassa narsa bo'lsa bu. Bir tilla bo'lmasa, bir xuddi shunday asl holatida to'xtasa. Nima deymish? Mana qancha ko'zlarni qaytargan, oq joylari qoraygan. Vaqt o'tib qora joylar, oq joylar qorayadi-da. Uni bir ko'rinmas joylarga, yana qora qizil qalampirchasi ham bor. Plasmassa narsa. Qanday ko'zni qaytaradi, birodar? Bu bir. Ikkita ko'zmunchoq sura. Aslida farzandlarimizga mana shu Muavvizatayn surasini o'rgatishligimiz kerak. Qo'llariga, oyoqlariga ko'zmunchoq taqmasdan.